Bugun Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini takomillashtirish, xalq qabulxonalari faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish va jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilish masalalari yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Rahbar bu kelgan kundan boshlab xalq bilan murojaatlar bilan ishlash bo'yicha bir katta samarali ishlarni amalga oshirdilar. Tizimli ishlar bo'ldi. Prezident qabulxonasi, xalq qabulxonalari, bosh vazir qabulxonalari va hokazo. Juda katta masalalar, aholi kutib turgan masalalar ro'yobga chiqarildi, mutasaddilar qattiq ishladi va bugun davr keldi, murojaatlarni ko'rib chiqishda takomillashtirish davr talabi. Bugungi kunda fuqarolar murojaatlari nafaqat alohida muammolarni hal etish, balki jamiyatdagi kayfiyat, ehtiyoj va dolzarb masalalarni aniqlashda ham muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bois murojaatlarni tizimli tahlil qilish, sotsiologik tadqiqotlar bilan uyg'unlashtirish orqali ularning ildiz sabablarini aniqlash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi davlat rahbari raisligida o'tgan aholini rozi qilish bo'yicha, murojaatlarni samarali yechim bo'yicha bir yangicha mexanizm tashkil qilinganligi juda katta bir turtki bo'ladi keyingi rivojlanish uchun deb o'ylayman. Sababi davlat idoralari xalq bilan doimiy muloqot bo'lishi boshlanganligini mana endi yangicha samarasini ko'rishda nazarda tutiladi. Ya'ni har bir xonadon, har bir aholi yoki har bir murojaatchi e'tibordan chetda qolmasligi va buning uchun shaxsan birinchi rahbarning o'zi javobgarligi qat'iyat belgilab qo'yildi. Bundan tashqari mana Qarshi shahri misolida mutlaqo yangicha tizim ko'rsatildi. Ya'ni har bir sohani rahbari o'zining yo'nalishi bo'yicha qilingan murojaatlarni oxirgi natijasigacha yetib borishi va uni natijadorligi oqibatida aholining rozi bo'lganligini o'zi ko'rishi e'tirof etildi. Albatta bu mexanizm juda ham kuchli mexanizm bo'ldi. Bu mexanizm jonajon O'zbekistonimizda inson qadrining ulug'lanishini yana bir yaqqol bir ifodasi desak to'g'ri bo'ladi.